Hammaga salom. Hozir sizlar bilan Bellissimoni mana shunaqa ikki xil pitssasini yeb ko'ramiz. Ichida maxsus sousi, chesnochniy va garimdori yashil bor ekan. Mana shu 3tasi 110 so'm ekan. To'g'rimi? Bu meni birinchi jiganim. Tanishtiramizmi? Eng katta. Mening ismim Shuhrat Nodirbek. Men 8,5 yoshdaman va men тоже blogerman. Bo'ldi. Anaqasini ham hozir отметка qilamiz. Endi yeb ko'ramiz. Endi birinchi biz qanaqasini yeb ko'ramiz? Tovuqlisidan. Tovuq, gribi bor ekan, и sir bor ekan. И bu yerda garimdorisi. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r ekan. Menga shunisi yoqdi. Hali pepperoni yeb ko'rmadim lekin. Endi pepperoni yeb ko'ramiz. Tak, endi pepperoni yeb ko'ramiz. Faqat issiq ozgina qotib qoladi. O'z ham narsa issiq qotib qoladi-yu. Mana pepperoni. Bismillahirrohmanirrohim. Pepperoni ham yaxshi ekan. Menga lekin ko'proq mana bunisi yoqdi. Tovuq, gribi, sir. Shunisi yoqdi. Sizlar ham pastga yozinglar, qaysi pitssa eng yaxshisi. Keyin gap zo'rda. Dodo pitsa, sariq bola, Bellissimo, Roma, hammasini bilasiz. Shulardan qaysi biri yaxshi yozib olinglar kommentariyaga. Keyin gap zo'rda ko'rishguncha. Bay bay.